intayin yoqtirgan bir kitobni qancha qitim o'qigingiz keladi? 3 qitimmi? 5 qitimmi? yoki 10 qitimmi? O'zingiz yoqtirgan bir tomoqni qancha kun orqama-orqa yegingiz keladi? 3 kun, 5 kun yoki 10 kunmi? Shundoq. Eng tatliq va eng yiqimliq narsalarmi bek ko'p takrorlanib ketsa, kishini zeriktirib, bezor qilib qo'yadi. Holbuki, Qur'on kishiga shundoq yiqimliq, lazzat beg'ishlaydi-ki, eng tatliq narsalardan zeriktirib qo'yadigan ko'p takrorlanish, Qur'onni o'qiganlarni zeriktirib qo'yish u yoqda tursin, balki qalbi sog'lom va estetikasi buzilmagan insonlar uni takror o'qishdan texmi huzur oladi va bu haqiqatni har kim e'tirof qilmay turolmaydi. Shundoq, Qur'on oyatlari necha minglagan qitim o'qilsa-mu, kishini zeriktirib qo'ymay, aksicha huzur beg'ishlaydi. Bir musulmon har kuni namozlarida 40 qitim Fotiha surasini o'qiydi. Bir yilda yana shu surani 14600 qitim o'qiydi. Butun umrida bo'lsa, oz kam 1 million qitim o'qiydi. Ammo u zerikmaydi va bezor bo'lmaydi. Har qitim o'qiganida u sura xuddi yangi nozil bo'lgandek va uni tunji qitim o'qiyotgandek hayajon bilan o'qiydi. Qur'ondan boshqa hech qanday kitobda bundoq alohidilik yo'q. Albatta, bundoq bir mislsiz alohidilikka ega bo'lgan va har vaqt millionlagan tilda o'qilib turadigan bir kitob insonning so'zi bo'lishi mumkin emas va hech qanday insonning so'zida bundoq ta'sirini topqili bo'lmaydi. Undaqda Qur'on Allohning kalomidir.